Birinchi bajargan amaliyotim, ya'ni mustaqil bajargan amaliyotim esimdan chiqmaydi. Biz u payt shogird bo'lganmiz, ya'ni kasalni operatsiyaga tayyorlardik. Qanaqa tayyorlardik? Kasalni stolga olib, EKG, davleniyani hammasini ulab, punksiya qilib, elektrodlarni yurakning ichiga kirgizib, diagnostika qilib turardik-da. Keyin ustozimiz kelib, asosiy etap operatsiyani bajarardilar. Menda ham demak bir operatsiyaga kirganman. Odatiy operatsiyalarimiz shunaqa bo'lardi, lekin bir operatsiyamizda bemorda qorinchalar taxikardiyasi. Endi o'sha paytda qorinchalar taxikardiyasi bilan kasallanib boshdan oyoq demak bizada o'sha glavniy xirurgimiz operatsiyani bajarardi. Men demak glavniy xirurg sal ushlanib qolganliklari sababli operatsiyani diagnostika qilib turaman deb, demak yurakning ichiga kirdim. Elektrodda o'sha joyga bordim. O'sha joyni qidirdim. Baxtimga o'sha joyga tushdim. Eng zo'r aritmiya o'chog'i tushgan, chiqayotgan joyga prям elektrod bilan bordim-da. Bitta bosib ko'raylik, shuni bosganimni bilaman, aritmiya taqataq to'xtadi. Ya'ni bu qiyin operatsiya, lekin bukvalno hali punksiya qilib yurgan bola, demak, jitini operatsiya qilishi juda bir qiziq holat bo'lgan. O'shanda hech qachon esimdan chiqmaydi. Chunki qorinchalar ekstrasistaliyasida ham kirmasdim asosiy etapga, lekin o'sha ustozimizning sal kechikayotganligi sababli, demak, kasal stolda turibdi. O'shanga keyin kirib, ular kelguncha bir yurakni kartirovать qilib turay deb kiruvdim. Kirganimda o'sha elektrodni o'zi o'sha o'choqni o'ziga tushib qo'ydi va demak zo'r joy topilgandan keyin birinchi aplikatsiyani o'zida aritmiya yo'qoldi. Ustozim kirib keldilar, ko'rdilar. Hammasi zo'r-ku. Qayerda ishlading? Shu joyda ishladim. To'xta, bir o'sha joyni men chuqurroq kuydirib qo'yib bo'ldi. Hammasi zo'r deb keyin kirib o'sha joyning atrofini chuqurroq darabotka qilib chiqdilar. Shu bilan operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi va birinchi mustaqil ravishda qilgan operatsiyam o'sha bo'lgan. Demak, hamma birinchi mustaqil ravishda paroksizmal taxikardiyani operatsiya qilgan bo'lsa, men birinchi mustaqil qilgan operatsiyam bu qorinchalar taxikardiyasini operatsiya qilganman.